Stadion qurganimizdan keyin bizlarni eng xursand qiladigan narsa bu bolalarning mana shunaqa xursand bo'lib futbol maktablariga qatnab yurishligi. Bizda stadion qurishdan tashqari bizlarda futbol maktablarimiz ham bor. Bu futbol maktablarimizni butun O'zbekiston bo'ylab franshizasini berishga tayyormiz. Mana shunaqa 40 ga 20 stadion qurib, bemalol futbol maktabini rivojlantirsa bo'ladi. Bu Yunusobodda 240-maktab stadioni bo'lib, bu yoqda biz 2 ta stadion qurganmiz. Bu stadionlarimiz kuniga 6-7 soatdan har kuniga zaynit. Agar sizlarda ham shunaqa klientlar tomonidan juda ham ko'p spros bo'ladigan biznes qilginglar kelsa, mana shunaqa stadion qurish kerak. Lokatsiyani yaxshi tanlasanglar, постоянный zaynit bo'ladi. 2 soat futbol maktabga ajratilingan. Bu futbol maktabimizga ham 200 ga yaqin bolalar keladi. Bu stadionimizning narxi soatiga 200 mingdan. Endi oyiga necha pul topishimizni o'zingizlar bir hisoblab ko'ringlar.